Assalomu alaykum hammaga. Qadrdonlar, bugungi video roligimda men oddiy Nexia Power treylasini uy sharoitida любой texnikaga, traktorga, qishloq xo'jaligi texnikalariga oddiy usulda montaj qilishni ko'rsatib bermoqchi edim. Bu juda bilganlarga juda oddiy narsa-yu, bilmaganlarga murakkab bo'lishi mumkin. Xo'sh. Unda mana Nexia Power treylamizda 3 ta oyoqchasi bor. Xullas kalomni 49, 31 va 49A nomerlangan bo'ladi. 49 ga doimiy plus beriladi. Doimiy plus. 31 doimiy minus bo'ladi. 49A dan kulchatriga to'g'ri chiqib keladi mana plus. Kulchatir o'rtasiga keladi. 3 kontayli kulchatir mana oddiy kulchatirda montaj qilsa ham bo'laveradi. Traktorlarga, qishloq xo'jalik avtomobillariga montaj qilinsa, mototsikllarga ham bo'laveradi shunday qilib oddiy usulda. Xo'sh, 49 xullas kalom plus bo'ldi, 31 minus doimiy minus, 49A dan to'g'ri kulchatirga keladi. Kulchatirdan chapga, o'ngga power lampochkalarga mana lampochka tayyorlab olganman. Chiqaveradi. Lampochkalarni mana lampochkalar plusi kulchatirga kelyapti, ikkovini ham plusi mana kulchatirga kelyapti. Lampochkani ham minusi bitta qilib mana minusga hamma minus bitta qilib berilyapti mana minusga. Relani ham minusi, lampochkalarga ham mana minusi kelib, lampochkani ham minusi kelib, doimiy minusda turibdi mana. Shu holatda mana tayyor mana. 49 plus, 31 minus, 49 dan to'g'ri kulchatirga chiqib keladi. Kulchatirni bosib ishlatamiz endi. Bosganmizda mana. O'ng tomon o'tda yiqsak, neytralik o'ng tomoni ham ishlamaydi. Chap tomonga bo'lmoqchi bo'lsa mana bu holatda ishlayveradi. Kimgadir video manfaatli bo'lgan bo'lsa, podpiska, like, obuna bo'lib qo'yasizlar. Hammalaringga rahmat.